voy. O'rtoq, hammasi ideal, hammasi normada analizlaring. Вообще tushunmayapman to'g'risini aytsam. Kelinimizga soppa soldi. Sen soppa solsan. Nimaga farzand bo'lmayotganligini o'zim ham tushunayotganim. Shuncha lecheniya qildi, hammasi yaxshi. Tushunmadim. Yangi mehmoni oyoqlari qutlug' bo'lsin. Qutlug' kelsin emish. Oltig'i bersin edi. Namuncha peshonam sho'r bo'lmasa. Qani mehmonni kutib qolishingiz kerak kiring. Og'ayni 15 yil ichida birinchi marta shunaqa bo'lishi. Mana bu yerda o'zingizlarda ham mana hech qanaqa bir o'zgarishlar yo'q, bir qarshi ko'rsatmalar yo'q. Tushunmayapman nima bo'layotganligini. Nima bo'lishi mumkin? O'rtoq, tushundim og'ay. Endi hammasi Xudodan og'ayni. Aytgancha, agar qattiq gapirib dilingni ortib qo'ygan bo'lsam, meni kechir. ayyo, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat Hammasi senga. Xudodan. Sog' bo'lgin o'rtoq. Hammasi yaxshi bo'ladi. Вы принесли мне анализы, сейчас я с ними ознакомлюсь. Я не вижу патологии, которая бы не могла привести вас к беременности. Но бывает биологические. Menga ham ona bo'lish baxti nasib qilarmikan? Ha, nasib qiladi. Ozgina sabr qilaylik. Ozgina. Hali ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. 10 yil bo'pti-yu, o'zingiz aldamang. 10 yil. Qorning ochdimi? Yur biron nima yeymiz. Kenayi, katta keliniz ko'rinmaydilar. Ha, tug'mas kelinimmi? Bir oydan beri doktorda navbatda turganimishlar. Bugun navbatlari kelganimish, shunga ketishgan.